Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Bugun bizga mana ko'rib turibsiz, yana bitta yangi monetizatsiyaga ulash uchun, kanalni pul ishlash tizimiga ulash uchun yangi bitta kanal oldik. Kanalda ko'ryapsiz, juda ham prosmotrlar baland, 2 million ko'ryapsiz, juda baland prosmotrlar. Hozir mana shu kanalni monetizatsiyaga ariza tashlaymiz. Videoni ko'rishda davom eting. Mana biz hozir YouTube studioga kirib, kanalimiz bilan hozir sizlar bilan tanishib chiqamiz. Mana ko'ryapsiz, oxirgi 28 kunda kanalimiz 43.8 million prosmotr yig'gan ekan. Prosmotr vaqti 79 ming soat bo'lib ketibdi. Hozir mana shu kanalimizni to'liq pul ishlash tizimiga ulaymiz. Xudo xolasa kanalimiz pul ishlash tizimiga ulanadi. Bemalol bu kanal ulanishi kerak. 10 million prosmotr bilan ham Shorts kanalni monetizatsiyaga ulasa bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, hozir analitika bo'limiga o'tib ko'rsatib beramiz. Yana kimdan mana shunaqa kanallarni pul ishlash tizimiga ulolmayotgan yoki qanaqadir muammolar bo'layotgan bo'lsa, bizga murojaat qiling. Kommentariyada link qoldiraman. Link orqali o'tib bizga bemalol bog'lanishingiz mumkin. Albatta, kommentariyaga o'tib bizga murojaat qiling. Mana ko'ryapsiz, kanalimiz 48 soat ichida 1 million 300 ming prosmotr yig'yapti ekan. Bizda Shorts uchun 10 million prosmotr yetarli bo'ladi. Hozir biz mana shu kanalimizni to'liq monetizatsiyaga ulab beramiz. Kanalimizni qancha prosmotr yig'ganini ko'ryapsizmi? Bitta videoni o'zi 13 million, 8 1 million, 6 1 million, 2 3 million ko'ryapsiz. 13 million 300 ming prosmotrgacha prosmotr yig'gan. Mana bu 43 million prosmotrning hammasi atiga 28 kun ham emas. Mana bu 17 noyabrdan boshlanyapti. 17 noyabrdan prosmotr chiqishni boshladi. Mana 5 dekabrgacha o'zi prosmotrlar yig'ib tashlagan. Bir atiga 20 kun ichida 43 million prosmotr yig'gan. Hozir mana shu kanalimiz monetizatsiyasini ulab beramiz. Xudo xolasa bu kanalda monetizatsiya yonadi. Hammaga shunaqa prosmotrlar yig'ilishini tilab qolamiz. Harakat qilsangiz, xudo xolasa siz ham shunaqa natijalarga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa bu kanalimiz ham yaxshi daromadlar ham qilishi mumkin. Mana kanalimizni monetizatsiya bo'limiga o'tdik. Mana ko'ryapsiz, monetizatsiya bo'limida 2 bosqichli tekshiruvni yoqing degan tugma turibdi. Buni yoqqanimizdan so'ng bizda kanalni monetizatsiyaga ariza topshirish tugmasi chiqadi. O'sha orqali biz kanalimizni pul ishlash tizimiga keyin ulashni boshlashimiz mumkin. Ko'pchilikda muammo bo'ladigan narsa kanalni AdSense'ni sozlash bo'ladi. Ikkinchi qismi bo'ladi. AdSense'ni sozlashda ko'pchilikda muammo bo'ladi. Sizda ham mana shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilsangiz bo'ladi. Hozir bu kanalni 2 bosqichli tekshiruvni yoqamiz va bizda e'tibor bering, bitta akkaunt bo'lishi kerak. Akkauntingizda 2 bosqichli tekshiruv yoniq bo'lishi kerak. Raqam tasdiqlangan bo'lishi kerak. Ana shunaqa akkaunt bilan siz yangi AdSense ochsangiz bo'ladi. AdSense'ga keyingi kiritiladigan narsalar manzillarni kiritish kerak. Kanalni monetizatsiyaga ulash bo'yicha alohida video qilganmiz. Kanalga o'tib ko'rib olishingiz mumkin. Shu paytgacha biz bir nechta kanallarni monetizatsiyaga ulab berdik. Xudo xolasa bizga murojaat qilsangiz, sizni kanalingizni ham yaxshi narxlarda, arzon narxlarda kanalni pul ishlash tizimiga ulab beramiz.